Assalomu alaykum aziz opa-singillarim. Bugun to'rtburchak kakilkani modellashtirishni ko'rsatib o'taman. Juda ko'p talablar bo'lyapti. Shuning uchun yana qaytadan video qilib chiqaryapman. O'tgan safargi videomda yaxshi ko'rmay qolgan ekan. Shuning uchun o'zi bu yopiq kursim uchun pullik darsliklar, lekin rosa ko'pchilik so'radi, iltimos qildi. Shu iltimoslarga binoan atrofdagilar uchun ham chiqarib beryapman. Xo'p, bizga asosan andoza kerak bo'ladi oldi va orqaniki. Birinchi oldidan boshlaymiz. Hozir orqanikini olib turamiz. Oldinikida bilsanglar, mana shunday belgichkalari va belgichka menda chizilmagan, lekin mana belgichkani o'zini o'rni bor va ko'krak vichkasi yelkadan tushgan. Mana shunday. Men asos andozam bo'yicha sizlar o'rganganinglarda yelkadan mana bu ko'krak vichkani birinchi boshlanish chizig'igacha 4 sm o'tasizlar, to'g'rimi? Mana shu 4 sm o'tgan joylardan endi kimi qanaqa asos andozasi bo'lsa ham ana shuni o'rganaversin. Mana shu vichkadan yelkadan bu yoqqa 4 emas, 5 bu yoqqa o'tamiz. Ya'ni mana bu chiziqdan 5 sm bu tomonga vichkan. Mana bu yer tikilmaydi, mana shu tomonga, mana tikilmaydigan tomonga, mana shu tomonga mana kirib olamiz. Va mana shu 1 sm siljiganimiz hisobiga 1 sm bu yoqqa o'tib olamiz mana. Ya'ni mana shunaqa qilib o'tib olsak, xohlasanglar 2 sm dan o'tinglar. Shunday qilib olsanglar, mana shu joylar bunaqa bo'ynilarga yaqin bo'lib qolmaydi-da, yana ham chiroyli bo'lib chiqadi. Mana shu siljib olgan 1 sm ichkariga va 1 sm bu yoqqa bo'lgan masofalarimizni mana shu ko'kragimiz uchi bilan birlashtirib chizib olamiz. Ya'ni yangi ko'krak vichkasining nuqtasini chizib olamiz. Chiroyli qilib, tekis qilib, yana o'sha ko'krakni uchiga olib kelishga harakat qilinglar. Mana shunday qilib chizib olasizlar. Mana vichka o'sha qoldi, shunchaki bizni siljidi 1 sm dan. Mana shu siljib olgan joyimizdan qirqib olamiz. Ya'ni birinchi hozir mana shu chiziqdan qirqib olamiz. Qirqib olaman. Mana shu yerdan qirqib oldim, mana. Endi shu yerda qaranglar, kaketkамizda to'rtburchak bo'lgan, ko'krak uchidan kelgan. Mana shu ko'krak uchigacha bo'lgan masofamizni bu yoqqa ham tekis bir xilda qilamiz. Mana bizda qo'ltiqqacha bo'lgan chizig'imiz bor, to'g'rimi? Mana shu. Qo'ltiqdan ko'krak uchigacha necha santimetr sizlarda? Masalan, qo'ltiq uchidan bo'lganmi yoki mana shu promelardan tushganmi 1 sm, 2 sm-mi? Mana shuni bu tomondan ham qilib olsanglar, tekis chiziq chiza olasizlar. Bir xilda bo'lib keladi mana pastga. Masalan, menda hozir 2 sm tushganmi, pastga ham 2 sm tushib, ana shu tushgan joyimga tekis chiziq qilib chizib olaman. Chizgan joylarni belgilab olasizlar-da, ko'krak uchi bilan birga birlashtirib, uni ham tekis chiziq qilib chizib olasizlar mana. Ko'rdinglar? To'rtburchak kaketkamiz, ya'ni ko'krak uchidan kelganda mana shu vichkalarga qo'shilgan. Endi mana shu joyda mana bu tomonni qirqib oldim va mana bu tomonni ham qirqib olaman. Mana kaketkamiz ajraldi. Mana bu chiziqdagi birinchi vichkamiz o'rnaydi. Bu yoqqa 1 sm ko'chirdik, bu yoqqa ko'chdi mana. Bu birinchi chizgan chizig'imiz. Buni o'chirib tashlaymizda, xalal bermasin. Mana. Endi kaketkamiz tayyor bo'ldi bizda. Mana tepa qismi kaketkamiz. Buni olib turamiz. Va endi mana bu tomonni ham qirqib olib tashlaymiz. Mana 1 sm bu yoqqa ko'chib olgan joyimizdan qirqib olib tashlaymiz. Mana qirqib olib tashladik, bu kerak emas. Oldimiz mana ajratib oldik. Kaketkaga mana shunday holatda. Buni ham hozir olib turamiz. Endi shu yerda qaranglar. Orqamizniki. Orqada kimda ko'rak vichkasi bo'lsa, agar ko'rak vichkani ham bir tomonini qirqib olinglar.
Keyin yopishsanglar kerak bo'ladi. Va qirqib olgan joylariga mana shu bel vichkasini to'g'ri chiziq o'rtasidan qirqib, mana shunday qilib kurak vichkani uchigacha olib kelasizlar. Uchigacha olib kelganinglarda bel vichkalari ochiladi-da, kurak vichkasi esa yopiladi. Oldi kaketga bo'lgan bu libosimizni orqasi trapetsiyasimon kengina bo'lgan. Bunaqa juda katta keng emas, o'rtacha mana. Olib kelib oldik mana. Ko'rdinglar? Mana bu tomon mana bunday yopganlarga kurak vichka yopiladi, bu yoq ochiladi mana. Mana shunday bo'ladi. Sizlarda ham shunaqa bo'lishi kerak. Mana shunday qilib kurak vichkasi borlar shuni yopib olasizlar. Kurak vichkasi yo'qlar shu holatda qoldirasizlar. Hozir uni matoda qanday qo'yishinglarni tushuntirib o'taman. Kurak vichkasi borlar mana shuncha kengliklarga yetarli bo'lsa mana shunday ochib olasizlar. Chunki oldimiz zborkali-ku, kengroq. Orqasi ham mana shunga mos bo'lsa yaxshi bo'ladi. Chunki oldi keng, orqasi tor bo'lib qolsa ham g'alati bo'lib qoladi. Menimcha xunuk turadi. Hamma fason bir-biriga mos bo'lishi kerak-da, orqasi ham, oldi ham. Xo'p, mana. Endi buni olib turaman. Mana shu sizlarda matoylar. Mana bu buklangan qismi. Ya'ni sizlarda matoylar ikki buklangan bo'ladi, to'g'rimi? Hozir menda buklamayman, sizlar esa ikki buklangan deb hisoblayveringlar. Mana shu matoylar chekasi bo'lsa, matoylar etagidan tepaga necha santimetr uzunlikda qilmoqchisizlar libosinglarni. 1 santimetr 100, ya'ni 1 metr demoqchiman. 100 santimetr bo'lsa 1 metr bo'ladi. Mana shuncha qilmoqchimisizlar yoki undan teparoq uzunligini ko'rasizlar, qancha uzunlik qilmoqchi bo'lsanglar, etaginglar tekis qirqib olgan, tekizlab olgan holatda tepaga mana shuni qo'yib chizib olasizlar. Misol uchun men hozir buni 10 qilmoqchiman deylik, buni 10 men mana shu yerga keladi mana. Mana shu yerni tekis chiziq qilib mana chizib olaman. Matoni oxirigacha mana chiroyli qilib chizib oldim. Nima uchun pastdan tepaga hisoblaylar degan sababi, chunki tepamiz ko'chadida, oldi uzunroq bo'ladi, shuni hisobiga. Xo'p, endi bu yerga etaklar bir xil chiqish uchun, oldi orqa bir xil chiqish uchun orqamizni asos andozasini olib, mana shunday qilib bo'yin chizig'ini topib olgan chizig'imizga qo'yib olamiz. Mana bo'yin chizig'ini yelkani emas, chunki uzunligini olganimizda ham bo'yindan olganmiz. Shuning uchun bo'yin chizig'ini qo'yib olamiz. Bo'yin chizig'ini qo'yib olganimizdan keyin bellarini topib chizib olamiz. Belli mana shu yerda, meniki hozir beli chizilmaganda, hozir chizib qo'yaman. Mana misol deylik, beli mana shu yerdan edi. Mana shu belini tekis qilib matoylarga ham oxirigacha chiroyli qilib chizib olasizlar belini, chizig'ini. Ya'ni orqa oldi bir xil bo'ladi shunda. Mana uzun qilib belini bu yoqqa ham chizib olasizlar mana matoylarga. Chizib oldik deylik. Chizib oldim. Endi shu yerda qaranglar. Bel chiziqlarini, bo'yin chizig'ini qo'ygandan keyin topib oldik, to'g'rimi? Topib olganimizdan keyin shu yerda oldini mana orqani, ya'ni belidan etagigacha necha bo'lyapti, mana qolgan joyi mana shu uzunligigacha necha chiqyapti. Mana shu o'lchab olasizlar, masalan, uzunligigacha beldan u yog'i 60 qolyaptimi, 50 mi, 40 mi, qancha uzunliginglar bo'lsa, ashunga qarab turib o'lchab olasizlarda. Bu nima uchun kerak? Nima desanglar, mana bu orqa oldini, masalan, sizlar oldini bu yoqqa qilib qo'yishinglar mumkin, mana shunday qilib matoylarga qarab, matoylar turiga qarab. Mana shunda mana shu uzunlik kerak bo'ladi. Hozir birinchi turini ko'rsataman. Orqasini qo'yib olganlardan keyin buni olib turasizlar, orqasini. Oldini qo'yib olamiz. Bel chiziqlarimiz bor. Bel chiziqlarimizga qo'yamiz. Qo'yishdan oldin matoylarni buklangan tomonidan zborkasi uchun necha santimetr qilmoqchisizlar. Ana shuni hisoblab olasizlar. Mana shu zborka qismi uchun buklovdan 5 santimetrlikmi, 10 santimetrlikmi, 15 mi, kam, o'rtacha, ko'p holatiga qarab qilaverasizlar. Misol uchun men 10 santimetrcha o'tdim deylik.
Mana shu yerga 10 santimetrim keldi. Mana shuni tekis chiziq qilib chizib olasizlar. 10 santimetrda mana men misolda o'tib oldim. Mana uzun qilib oxirigacha chizib olaverasizlar. Mana zuborka haqqim uchun buklovdan o'tib oldim. Endi bu yerdan qo'ymaymizda, mana bu yerdan qo'yamiz. Mana bel chizig'ini, orqamiz bel chizig'ini topib olganmiz. Oldini bel chizig'ini ham mana shunday qilib mana bel chiziqqa qo'yib olamiz. Ana shunda etagilar bir xil chiqadi. Biri uzun, biri kalta bo'lib qolmaydi. Chunki bel chiziqlarimiz bir xilda kelganda, andozlab bichayotganimizda ham bir xilda qo'yamiz. Oldinikini ham, orqanikini ham beli bitta nuqtada bo'ladi. Shuni hisobiga etaklari ham teng chiqadi. Xo'p, endi bu yerda qo'yib oldik. Mana zuborka uchun ajratib olgan joyimizdan qo'ydik. Bu yog'i bunday zuborka terganinglarda bu yog'i zuborka kirib ketadi. Va mana bu kaketkasini esa buklovga qo'yamiz. Shunday qilib buklovga qo'yamiz. Mana shu yerdan 1 santimetrdan necha santimetr chok haq qo'shsanglar ham, tiksanglar, ya'ni ana shu chok haqqini qo'shib olib turib, keyin buni qo'yib olasizlar mana. Qo'yib olganinglarda ko'rdinglarmi, oldi tepaga chiqadi. Nima uchun? Chunki oldimiz uzunroq edi, balansli hisobiga, ko'krakli hisobiga. Doim oldimiz uzunroq bo'ladi. Shuning uchun matoni etagidan qilsanglar, yana ham sizlarga to'g'ri aniq chiqadi. Mana shunday qilib qo'yib olasizlar buklovga. Va bu yerga ham mana shunday qilib chok haqqalarini qo'yib, mana shunday qilib keyin bichib olasizlar. Bu tomonlarga ham chok haqqalarini qo'yib olasizlar. Albatta hamma tomoniga, hamma tikiladigan tomonga chok haqqalarini qo'yib olasizlar. Mana shu holatda qilsanglar, o'zini mana shu bellari ham kirgan joylar bilan qilsanglar, o'ziga loyiq, qomatiga chiroyli bo'lib turadi. Unaqa yopishib qolmaydi, chunki zuburkamiz bor, libosimiz kengaygan, yopishmaydi, xavotir olmanglar. Agar menga yana ham kengroq bo'laversin desanglar, shu holatda bo'ksadan 1 yo 2 santimetr bu yoqqa chizib olib turib, mana shu joyidan sirazi bu yoqqa olib kelishinglarni tavsiya bermayman. Qo'ltig'idan nimaga desanglar, qopga o'xshab osilib qolishi mumkin, xunuk chiqib qoladi. Mana shu yerdan xachab 2 santimetr pastga tushib, qo'ltig'idan pastga tushib, mana shu yerdan keyin bu yoqqa chizib olishinglarni tavsiya beraman. Mana chok haqqini qo'ydinglar, 1 santimetrdan 2 santimetrgacha tushdinglar. Mana shu joydan mana 1-2 santimetr bo'ksadan o'tib olgan joylariga ham mana chizib olib turib, oxiriga ham mana shu joydan bu yoqqacha hisoblanglarda, mana bo'ksalar necha chiqyapti, mana shu joydan bu yoqqacha, mana topib olgan nuqtalargacha necha chiqsa, etagida ham xuddi shu joydan, mana shu chiziqdan bu yoqqa xuddi shu masofani qo'yib olasizlar. Mana ko'rinyapti-kana, qo'yib olasizlar. Qo'yib olganlardan keyin xuddi mana shu topib olgan nuqtamizni mana shu nuqtalar bilan birlashtirib tekis chiziq qilib chizib olasizlar. Nima uchun 2 santimetr tushinglar dedim? Chunki qo'ltiqqa biroz kirib turib, mana shu tomoniga biroz kirib turib, o'ziga loyiqroq kelib turib, keyin bu yog'i kengaysa, ham chiroyli turadi figurada. Mana shunday qilib chizib olsanglar mana bo'ladi. Endi mana turishi qanaqa bo'ladi? Qaranglar, mana bel chiziqqa kelsa, mana shunday bo'lib keladi. Shunday holatda. Agar menga kengroq bo'laversin desanglar, yo'q, menga shu holatda ham bo'ladi, o'tirasindagidek turaversin desanglar, shunchaki mana shu joylarga chok haqqalarini qo'shib, bellarini kirgizib, chiroyli qilib bo'ksalari bilan chizib olasizlar. Bo'ksasidan, belidan bu yog'iga bo'ksasiga mana shu masofada chiroyli qilib, kengroq qilib chiqib ketsanglar bo'ladi. Yana ham chiroyli bo'ladi. U hammani xohishiga qarab. Mana bu yerda hozir endi bu tomon buklovda matoylarni bir-biriga bunday qaratib buklov qo'ysanglar, o'rtasi ochiq qoladi. Matoylarni bu tomon buklov qilsanglar, bu yog'ilar ham buklov, bu yog'ilar ham buklov bo'ladi. Shunda sizlar matoylarni ham ekonom qilasizlar, ham orqa oldinglar bemalol sig'adi. Agar kichikroq bo'lsa, eni, bo'lmasa holatga qarab qo'yib olasizlar. Mana oldini ham xuddi shunaqa qilib mana qo'yib olasizlar. Shunaqa qilib mana qo'yib olganlardan keyin, ya'ni orqani. Oldini qo'yib oldik, endi orqani qo'yapmiz. Orqani qo'yayotganda ana shu chizig'imizga, mana uzunlik topib olgan chizig'imizga bo'yin chizig'ini qo'yib olasizlar. Bo'ynidan kelinglar, mana buni olib turay, hozir sizlarga xalal bermasin. Mana shu tomonda matoyimiz buklangan tomonni bo'yinni qo'ygandan keyin kurak vichkasi yo'g'lar. Kurak vichkasi yo'g'lar. Mana shu tomondan
Mana bu buklov tomonlardan qancha 4 sm yo 5 sm hatcha o'tinglar. Mana shu buklovdan bu yoqqa va bo'yin chizig'imiz o'zini holatida qoladi mana shu yerda. Mana bu tomonimiz esa etak tomonimizni bunday qiyalatib, mana shu topib olgan mana 4-5 sm ga kirgizamiz. Mana shunday qilib qiyalatib qo'yib olamiz. Bo'yin chizig'lar o'zi chekkada buklovda qoladi. Mana. Bu yoqqa sal bu yoqqa qiyalagan, ko'rdinglarmi? Qiyalagan. Mana shu holatda bichsanglar, o'rtalaringlar ham hamma yo'g'inglar bir xil yig'ilib turadi. Kurak bichkasi yo'qlar uchun mana va bo'yin chizig'lariga ham hamma yo'g'iga chok haqqini qo'shib albatta bichib olasizlar. Men ham bichganimda kengaytirmaganman. Mana shu yerlarga shunchaki chok haqqilab berib, chiroyli qilib bichib olganman. Agar kengaytiraman desanglar, buni ham xuddi oldidagiga o'xshatib 2 sm tushib, bu yog'ini ham chiroyli qilib kengaytirib olishinglar mumkin. Xohlasanglar mana shu yerdan tekis bo'ksadan 2 sm bu yoqqa o'tib, pastga 2 sm qo'ltiqdan tushib, bu yoqqa tekis qilib qo'ysalar bo'ladi. Yoki mana shu figurniy qilib olib kelib turib beligacha, beliga kelgandan keyin belidan 2 sm bu yoqqa bo'ksadan bu yoqqa o'tib turib, belidan keyin bu yog'ini ozgina kengaytirib olsanglar bo'ladi. Mana shu holatda bichib olsanglar bo'ladi. Orqasi bu ham shunga loyiq bo'lib turadi. Orqasi yana ham kengroq bo'lsin desanglar, mana shu kurak bichkasi borlar, mana kurak bichkani yopganimizda, to'g'rimi? Kengayadi o'zi, trapesiya tayyor holatga keladi. Sizlar chekkadan qog'oz, ya'ni o'sha matoylar chekkasidan qochirmaysizlarda. Mana shu yerlar qanday bo'lgan bo'lsa, matoni buklangan joyda mana shunday qolishi kerak mana. O'zi kurak bichkani yopganinglarda sizlarda trapesiya ochiladi. Orqasi kengayadi o'zi mana. Kurak bichkani yopganinglarda. Sizlar shu holatlarda qoldirasizlarda, shunchaki kurak bichkani yopib, bu yoqda ochib olasizlar mana. Bu yoqqa kengaytirish keragi yo'q, bir yo'la keng bo'lib ketadi, xunuk bo'lib. Shunchaki chok haqqalarini qo'shib olib, mana shunday qilib kengaytirib bichib olasizlar mana. Bel bichkalari, ya'ni bel chiziqlari bel chiziqda turishi kerak albatta. Buniki bu yerda edi mana. Mana shunday holatda qoldirasizlar sizlar kurak bichkasi borlar. Kurak bichkasi yo'qlar, aytib o'tgandek, bo'yin chiziq o'zini buklovda holatda qoladi. Bu tomonga mana 4-5 sm bu yoqqa o'tib turib, mana shunday qilib kengaytirib, keyin bichib olsanglar bo'ladi. Endi shu yerda qaranglar. Matoyimni u yog'iga bu yog'iga qilib qo'yaman desanglar, shunchaki mana oldimiz bu yerda o'zi bor edi, to'g'rimi? Oldini mana shunday holatda qoldirasizlar. Mana qoldi. Bu yerda sizlar orqasini bu tomonga qilib qo'ymoqsizlar, to'g'rimi? Ekonom qilish uchun materialni yoki gulli bir xilda emas, xohlagan tomonga qaragan, ko'p shtaplarda shunaqa qilsalar bo'ladi. Masalan, matoyimdan chiqaraman desanglar. Shunchaki mana shu beldan pastgacha bo'lgan masofani aytib o'tganda o'lchab olasizlarda, necha qolgan bo'lsa, matoylarni bu tomondan qo'yasizlarmi, orqa tomonimi, oldi tomonimi farqi yo'q. Bu tomonga qo'yasiz, farqi yo'q. Qayerga qo'ysanglar ham, qaysi tomon, oldini ham, orqasini ham qaysi tomonga qo'ysanglar, qo'yasizlarda shunchaki beldan pastini bir xilda qilib olasizlar mana. Oldiniki belidan pastgacha uzunligicha necha edi, orqanikini ham belidan pastgacha xuddi shuni qo'yib olasizlar. Shunda ertagilar bir xilda chiqadi. Qayerga qo'ygan taqdiringlardan ham bu yerdan qo'ysanglar ham mana misol qo'ydinglar deylik, to'g'rimi mana. Belidan pastgacha bo'lgan masofani o'lchab olasizlar albatta. Bir xilda chiqishi kerak. Mana shular, mana sizlarga to'rtburchak kaketkaniki. Yengini ko'rsatishimga hojat yo'q. Yengini ko'pchilik o'zi bilar ekan. Yengda bichilishini ko'rsatganman. Yengdan xohlaganlarni qilaverasizlarda. Xohlasanglar rezinkali qilinglar, xohlasanglar shunday holatda qoldiringlar. Xohishinglarga qarab qilaverasizlar. Mana shunday holatga keladi mana. Kurak bichkasi borlar, kurak bichkasini yopib olib, mana kurak bichkasini yopib olib, mana shu belidan bu yoqqacha uzunligi necha bo'lsa va mana bu beli ko'tariladi, mana bel bichishga ochilganda ko'rdinglar, bu yoq kengayib, bu yoq ko'tariladi beli ozgina tepaga. U ko'tarilgan joydan o'lchaysizlar ham. Ko'tarilgan joydan o'lchaganinglarda mana beldan pastgacha bu tomoninglar uzunroq kelib, bu tomoninglar kaltaroq keladi. Chunki ko'tarilyapti etagimiz. Mana shunda osilib qolmaydi etaginglar ham mana ko'tarilyapti. Lekin shu ko'tarilgan etaginglardan ham baribir xachabi mana shu mana oldinikidan 2 sm tepaga ko'tarilib, keyin tekis qilib chizib olinglar. Bu tomondan ham hech 2 sm tepaga qilib turib, mana bu yon chokinglar teng kelishi uchun. Keyin bir xilda qilib tepaga ko'tarilib, bunday qilib chizib olasizlar. Lekin albatta ahamiyat beringlar, orqaniki misol deylik,
orqaniki mana shunday holatda bichib, ya'ni mana shu figurniy holatida, o'zini holatida chok haqi shunchaki qo'yib turib, mana shunday bichib olib turib orqani. Oldiniki esa mana shu keng holatda bichib olmanglar. Bo'lmasam chokilar to'g'ri kelmay qoladi. Bir yog'ilar ko'tarilib, pastga tushib, qiyshayib, xullas buzilib ketadi umuman fasonilar. Bu yoqda ham beriga kirgizib turib bichidinglarmi? Oldini ham beriga kirgizib turib bichishinglar kerak. Oldinikini kengaytirdinglarmi? Bir xilda qilib, xuddi shu holatda orqada ham bir xil qilib kengaytirib olishinglar kerak. Bir xil bo'lishi kerak choklar, albatta. Ikki xil qilib qo'ymanglar. Orqasini bunday figurniy qilib bichib olib turib, oldini esa kengaytirgan holatda qilmanglar hech qachon. Mana shuni aytib o'tayman. Mana shu to'rtburchak kakilkamiz modellashtirish. Asos andozadan xohlagan fasonlarga chiqarsanglar bo'ladi. Asosiysi modellashtirayotganda vitichkalar mana shu ko'krak uchidan kelib o'tish kerakda, albatta mana. O'tmaydigan holati ham bor. U boshqacha yo'llar bilan modellashtiriladi, lekin asosan ko'krak vitichkalar ko'chirishda mana shu ko'krak uchidan o'tish kerak. Ko'krak uchidan o'tmasak, mana bu tomon ochilmaydi yoki yopilmaydi, to'g'ri kelmaydi bir-biriga. Qachon mana shu nuqtalar ko'krak uchi bilan qadam qilsanglar ham tutashadi, keyin bu tomon yopiladi, keyin boshqa tomon ochiladi. Mana